Assalomu alaykum ekran oldidagi qadrli ko'ruvchilar. Naqd maydondagi tomoshabinlar. Ko'rayotgan ola Şinjan televiziya stansiyasi, Şinjan qo'yi madaniyat tarqatishak shirkati, Şinjan bug'ra madaniyat tarqatishak shirkati hamkorlik buzilmoqda bo'lgan cho'ng jiddiy san'at programmasi, Obida Ipak yo'li san'at programmasi. Rahmat, ben Ümit Tursun. Mana hammaydan taqozolik bilan kutayotgan 3-chi qarorliq Ipak yo'li san'at programmasi bugundan boshlab rasmiy holda do'stlarimiz bilan yuzlashdi. Albatta, programmamiz tarafdorligi Şinjan Obida yo'lidagi karandacha shirkati vakillarımızga omad tilaydi. Bu programmamizni Şinjan Büyük Mabdaqchiligi alayda talab qilgan. Bu programmamiz bilan Şinjan Kamran xalqaro savdo shirkati strategik hamkorlashgan. Bu programmamizga Şinjan Sarkarda xalqaro savdo shirkati yaqinda yordamlashgan. Bu programmamiz bilan Şinjan Oltin Gavhar savdo shirkati alayda hamkorlashgan. Albatta, 3-chi qarorliq Ipak yo'li savdosi programmasiga darajaga erishgan vakillarimiz katta bo'lgan mukofotlar bilan mukofotlangan bo'lib, 1-darajaga erishgan vakillarimizni Kamran yurishlik oqsil xalqini, Kamran oqsillik qaymoq choylari, muvaqqat quvvat burnuqi, muvaqqat zaksit qatorliq sifatli mahsulotlar bilan xalqimizning qizg'in olqishiga erishayotgan Şinjan Kamran xalqaro savdo shirkati 120 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan tarqalaydi. 2-chi darajaga erishgan vakilimiz bo'lsa, ko'z sog'lomlashtirish, tarbiya qilish sohasida dodillik bilan izlanib, Sarkarda markali yurishlik mahsulotlarini ishlab chiqarayotgan Şinjan Sarkarda xalqaro savdo shirkati 100 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan tarqalaydi. 3-chi darajaga erishgan vakilimiz bo'lsa, diyorimiz yolqinchilik sohasida aqliy iqtidorli yanqonlarni bozor silayotgan boshlamchi korxona Şinjan Qutlan xalqaro savdo shirkati Qutlan yanqonchiligi 80 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan tarqalaydi. 4-chi darajaga erishgan vakilimiz bo'lsa, Safiya, Najva, Olmoslar qatorliq yurishlik mahsulotlarni bozor sog'in, shundaqla xalqimizning qizg'in olqishiga erishayotgan Şinjan Safiya xalqaro savdo shirkati 60 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan tarqalaydi. Boshida bo'lsa qizg'in olqishlarimiz bilan 4 aziz ustozlarimizni saklab Yolu sadası, sevginin yok çevresi, hoş avazla seynası, İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, sevginin yok çevresi, hoş avazla seynası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, sevginin yok çevresi. Hoş avazla seynası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, sevginin yok çevresi. Boşanmazlar sevdası, İpek yolu sadası. Kalbim ipek yolida, ecdat bolgan çaranda. Düşkün kalpler tomurda, Kün akşesi hoş avaz. Gümüş tağlar çok desin, nur kaytıdı yürekte. Gümüş dağlar çok desin, nur kaydıda yürekte. Bir kervan var
Yuni sadası, sevginin yok çırası, hoş havazda saynası, İpek yuni sadası, İpek yuni sadası, sevginin yok çırası, hoş havazda saynası, İpek yuni sadası. İpek yolu sadası, sevginin yok çırası. Hoş havazda saynası, İpek yuni sadası. İpek yuni sadası, sevginin yok çırası, hoş havazda saynası, İpek yuni sadası. İpek yuni sadası, hoş havazda saynası, İpek yuni sadası. Albatta, 3-chi qarorliq Ipak yo'li sadosi programmasidagi ustozlar qo'shig'i bo'lsa, eng qoltis bo'lgan ustozlarimizdan tashkillangan ustozlar qo'shig'i bo'lib, ular bo'lsa, Abdulloh Sakdisining yetakchi ustozi Abdulloh Abdurim ustoz. Avroy guruhining yetakchi ustozi Dilshod Roydin ustoz. Sanobar Sakdisining yetakchi ustozi Sanobar Tursun ustoz. Doğru Sakdisining yetakchi ustozi Nurnisa Abbos ustoz. Xo'sh, ekran oldidagi qadrli ko'rganlar, naq maydondagi tomoshabinlar. 3-chi qarorliq Ipak yo'li sadosi programmasidan ilk bosqichi hozir boshlandi. Assalomu alaykum. Ben Aksu viloyati Shayan ayısının ismim Turg'un Murodov. Mening hozirgi ishlayotgan o'rnim bo'lsa, Şinjan Uyg'ur Aqlim rayonlik muqam hamda ishlayapman. Buni yaxshi ko'rdig'im bo'lsa, muqam xalq naqshlari ham shunday, ammo baqsuq naqshlar. Mening bu daqiqatimda shu Ipak yo'li sadasi qatnashishdagi sababim bo'lsa, o'zimningki shu naqshchilik sohasidagi qanchalik o'rnim borligini shu ustozlarning ko'rsatmasi bo'yicha bir bilish maqsadida ham shay keldim. Güzel hayatını yarattın dünya, gönülge nur ziya karattın dünya. O güzel hayatını yarattın dünya, gönülge nur ziya karattın dünya. Kurdiyet murdar kaldırıyı Bizdeki menzilde karattın dünya.
Assalomu alaykum, barliq ko'rgan qarindoshlar. Assalomu alaykum, to'rt ustoz. Aqsu diyori Shayan Ayistin Turg'un Murodin menga o'tliq salom. Rahmat. Ha, yaxshi. Isming Turg'un narsadan? Shunda Bir yerda ko'rganda qilmasin. Menmi ko'rib ekanman bu yerda. Ko'rganman. Bo'yingiz o'xshashqa odamning ko'ziga bak chiliq qilib chiqadi. Ovozi bo'ydan egiz chiqadi. Yaxshi, bu go'zal dunyo degan namliq bu naqsha xalqimiz uchun purkatgan naqsha bu bizning ataqli dirijorimiz kompozitor Abdurahmon Oyibning vakil xarakterli naqshasi. Ko'plagan naqshlar bu naqshni o'rlab keldi. O'zining shu talanti, ovozining o'rniga qarta hamsa o'rlagan. Sen asli kuylan yuqori avjilarning shunda jaranglik yaxshi o'rladim. Ovozingda gap yo'q. Rahmat. Egiz naqsh o'rlashtirma gap yo'q. Shunda chiroyli to'liq yaxshi o'rladim. Shu birinchi lopni aylandim. Yo'qlar izib yurmay o'tirib kelyapman. Muhakkamisiniz. Hozir biz 4 yil muallimni qoyil qilgan o'xshaysiz-ku siz. rahmat. Quvvatli ovozga, desa-da. Rasmi pacha Unda bo'lsa, meningki bir so'raydigan savolim bor. Mushu naqshni aytqili qanchalik bo'ldi? Bu naqshni o'rganib aytayotgani 2 yilda ochdi. Ha, 2 yil. Ana kendin bugun boshqacharoq bir o'zingizni azroq bir egiztasizlik bayqadingizmi? Burunga qaraganda ya o'xshash aytyapsiz. Ya bayqadim o'zim azroq qilib deymiz. Mas sahnaga chiqqandan keyin sahna suri bilan qilib oldimizga haqiqatan ustoz bo'lgandan keyin biz haqiqatan tantiraydiganmiz. Azroq jiddiylashish bo'ldi ekan. Jiddiylash bo'ldi. Shu jiddiylikda o'zingiz his qilgan yeringiz qaysi? Eng boshqa vaqtga normal aytgan vaqtdan qaysi tarafda? Nafasdimi, puraqdimi yo ovoz egizligidimi? Qaysi tarafda sal Nafasda. Nafas azroq jiddiylashish bo'lgandan keyin azroq ko'tarilib ketadigan nafas savoli yuz berdi ekan. Men mana shuni his qilib qolgandim. Shunga sizdan so'radim, endi siz o'zingizmi menga o'xshash javob berdingiz. Shunga siz agar gapimiz birkan deb qolsangiz, udil mening ishxonamga kelsangiz bo'ldi. Rahmat. Rahmat. Nafsingizni o'zim tushirib bermayman. Turg'unjon o'zi muqam ansamblining naqshchisi. Ovoz doirasini ayt kangri pishqan naqshchi desa bo'ldi. Turg'unjonning xalq naqshlariga, muqamlarga aytib pishqan ovoz tusimi chiroyli. Qandaq agitaman desa bulung pishqaqlarga shundaq opera olaydi. Turg'unjonning bu aloyligi menga bek tushidi. Rahmat. Boğazlarım yamanke. Biz tanışıqlı yama uzun bo'lib ketdi. Un suvdan tatib shundami ya? Shunda. Bala vaqtlarimizdan tatib tanışımızmı? Çoğun ustozni deb ketib qolsangiz, men sal ranjib qolman juma. Un suvga berib lazada arz qilaman. Arz qildiki. Qanday desangiz bu Turg'unjon bilan biz burun billa maktab o'qiyotgan vaqtlarimizda billa o'yin qo'yatdik. Savoqdashdik. Shunday yaxshi o'yinlarni qo'ygan. Shuning uchun asno yuzni qildi deb o'ylayman. Turg'un abiyak savoqdash izlab kelmagansan. Savoqdash izlab kelmagan bilan tezib ketib qolmasin deyman-ku atroflarga. Sanaverda bu ikki ustozni ashu ko'zlab kelgandek turdi. Agar ketib qoldi bo'ldi tugashgani shu. Turg'unjondek bundaq ovoz turaqlashgan ovozi doirasi kangri bundan naqsh uchun mush yaxshi ovozimiz o'zi bir qanotingiz bo'lsa, yana bir qanotingiz yaxshi ijodiy naqshlar bo'ldi. Shuningda siz ko'k parvoz qila olasiz ikki qanotingiz bilan. Turg'unjonga mening ovoz doiram bek kangri emas. Ama ovoz doiri kangri holatda ijod qilgan naqshlarim bor. Men o'sha naqshlarni Turg'unjondek shunday bir naqshlar orqali ijodiyatlarimning natijasini ko'rishni o'ylayman. Rahmat. Yaxshi gaplar bo'ldi.
Sanobat tursun, o'ziga cho'nkab qolgan naqshlar sal ben. Senin boyağın kildiğanları mı bağ demekçi? Hozircha ulkan naqshlarni yetkazib turgan, yangi naqshlarga amal topmiz. Amal tapın. Ya konu naqshlarni cho'qim aytamiz. Lekin yana biz o'zimizning kozir marka naqshlarimiz bo'lish kerak-ku. Xalq bizni ko'rsa, o'sha naqshimizni eslaydigan. Yoki o'sha naqshni anglaganda bizni eslaydigan markalarimiz bo'lish kerak. Markshoplarga qasab pochtxona xit emasmi? Ama abda gapni ham shu kimga bermam. Xo'p, unda bo'lsa hozirgi navbatni tanlash, ustoz tanlash Mas'ul keldi. Sizga beraylik. Turg'unjon, sizning oxirgi tanlashingiz Mening oxirgi tanlashim Hayatda o'ylamagan xislarga uchrab kelishingizmi? Og'ina, no'jo'shmamsa, Kuch-quvvat urg'ib turganda xislarga yuzlanish hech gap emas. Aga, sen bak noja. Xislarga jang e'lon qiling. Ammo obida umidga ichimligi tugmisi bo'ladi. Ay, nima deb biror quti ortiq kelibammigan? Obida energiya ichimligidan quvvat, jasorat kel. Obida energiya ichimligi. Taşkan energiya, ishonch va jasorat obida energiya ichimligi. Abidos ko'k sharbati har vaqt har joydagi yaxshi ichimlik. Abidos kokus şerbeti, haqiqiy kokus mevzusidan sıkılgan asli tamlik, o'simlik, oqsil ichimligi. Saf, tabiiy ichimlik. Abidos ko'k sharbati. Haydo pomidor qiyami taomlaringizga tasvirligisiz lazzat qo'shgisi. Dehqonlar baktı. Biz soyduk, sizga sunduk. Ailem yerli to'qol go'shtini. Qon to'liqlashdagi eng yaxshi tanlash Forqat markali qon va quvvat. Quvvat to'liqlab sog'lom bo'lishdagi to'g'ri ko'rsatkich Forqat markali qon va quvvat. O'zingizga o'zing qo'shib sizni go'zal ruxsarga ega qiluvchi Forqat markali qon va quvvat. Mag'dur sizni ko'zingiz qorong'ulasa, buning eng yaxshi chorasi Forqat markali qon va quvvat. Mehribon onalarga eng yaxshi sovg'a Forqat markali qon va quvvat. Men sog'lomlikqa ham haqiqiy go'zallikka intilgan xonim-qizlarimizga Forqatni tavsiya qilaman. Mening oxirgi tanlashim Dilshod Radio ustoz. Acızlar boyniye ısmaydı endi. Muborak bo'lsin Turg'un Murodov. Naqshlaringiz bilan ustozlarning moyilligini, hammalarning qoyilligini qo'lga keltirdingiz. Dilshod Raydun ustozning yetaklashida texnik zo'r utuqlarni qo'lga keltirganligingizga, keyingi bosqichlarda texnik esil kuylarni taqdim qilishingizga ishonamiz. Undaq bo'lsa bugun siz shu Dilshod Raydun apandini tanladingiz. Shundoq qo'l. Nima qilib Dilshod Raydun apandini tanlaysiz? Boshqa ustozlarni shundoq tanlashga to'g'ri. Shundoq lekin mening ko'nglimda o'ylig'im endi men rasman desam shunaqa sayasda ishlab kelyapman, ishlashlayapman, muqamasam ishlayapman. Bu jarayonda endi men o'zim ko'nglimda hozir qadar endi o'zimizga chiqib ustoz bo'lgudek odamlarni ko'nglimga chiqib yuramiz endi. Hujjatni qilayotgan muzakkam tayyorlayapman, mayli ommabop uslub, mayli milliy uslub bo'lsin, meni tarbiyalashga noiti topgan ustoz deb qarab shuni tanlayman.
bo'ladi. Boshida qolsa bizni sizning shu keyingi bosqichdagi ish faoliyatingiz yaxshi bo'lishini umid qilamiz. Programımız tartışmalıdır ki Şincan abiyle biyopatik terakacak çıktı. Mahirlerimizle ahmet diledim. Bu programımızı Şincan Büyük Berdakçılığı alaylı talep kılan. Bu programımız bilen Şincan Kamra Halkarası Odecek Şirketi stratejilik kardeşkan. Bu programımızda Şincan Serker'de Halkarası Odecek Şirketi yakını yardımlaşkan. Bu programımız bilen Şincan Altın Güher Odecek Şirketi alaylı hemkarlaşkan. Elbette 3. kararlıq İpek Yolu Sadası programımızda birinci dereceye erişken mahirlerimiz kattı boğan mukaffatlar bilen mukafatlandıgan bulup birinci dereceye erişken mahirimizi Kamra yürüyüşlük aksıl halkını, Kamran aksıllık kaymak çayları, Muakla kuvvet burnuki, Muakla zaksit katarlık, süsbetlik meseleler bilen halkımızın kızgın alkışlığı erişkini vatkan Şincan Kamra Halkara Sodecek çıktı. 120 milyon kıymetli Toyota markalık avtomobil bilen farklılaydı. İkinci dereceye erişken mahirimizi olsa, köz sağlamlaştırış, terbiş kılı sahasında dadıllık bile ısınıp, Serker'de markalık yürüyüşlük meselelerini işlep çıkarmaktan, Şincan Serker'de Halkara Odecek şirketi 100 milyon kıymetli Toyota markalık avtomobil bilen farklılaydı. Üçüncü dereceye erişken mahirimizi olsa, diyarımız yankınçılık sahasında ahli iktidarlık yankınlarını bazak sıydıvatkan, başlamcı karxana, Şincan Kutlan Halkara Odecek şirketi, Kutlan yankınçılığı 80 milyon kıymetli Toyota markalık avtomobil bilen farklılaydı. Dördüncü dereceye erişken mahirimiz olsa, Sefiye, Necva, Almaslar Katarlık yürüyüşlük meselelerini bazak sağın, şundaklar halkımızın kızgın alkışını erişkini vatkan, Şincan Sefiye Halkara Odecek şirketi 60 milyon kıymetli Toyota markalık avtomobil bilen tartıklaydı. Programımız bilen 2015 yılı Temtenlik bazası sunulgan Ravi 4 avtomobili alayda hemkarlaşkan. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Mening ismim Tarix Yarmamatov, men o'zim bu shaharning Tekas noyisidan keldim. Assalomu alaykum hurmatli aziz qarindoshlar. Mening ismim Madina Kamil, o'zim bu shahar To'g'ri xiyosidan keldim. Bizning bu qitim İpek Yolu Sadasi programmasiga qatnashishga asosli maqsadimiz Arayal ikkimiz bir kasbda bir maktabda o'qigan. Buningdan burun ikkimiz tang naqsh kasbida tang ilgirlab tang oldiga menyapmiz. Buningdan keyinmi ikkimizning mushu İpek Yolu Sadasi programmasi orqali kasbimizni texnik buningdan bakrak taraqqiy qildirish maqsadida bu programma qatnashdik. Musobaqada endi eng birinchi orzuyimiz ikkimizniki ijodiyat naqshi olib keldik. Ijodiyat naqshimizniki sahnada eng yaxshi kayfiyatda, eng yuqori holatda mush naqshimizni xalqimizga eng yaxshi bo'lgan holatda sunsak, ustozlarninki bizga yaxshi taklif fikrlarni berishini chin dilimizdan umidimiz. Kalbimizde silmeştiri misallarga giteylemengü kalbimizde silmeştiri misallarga giteylemengü Hayır zühre yeyle mecnunla Vısal üçün
sayılsın hayat teyzin süreyli mengü ben kuşumuz kuşlar sayılsın hayat teyzin süreyli mengü hayat Assalomu alaykum, rahmatli tomoshabin do'stlar. Assalomu alaykum, to'rt ustoz. Assalomu alaykum, ekranlardagi barcha aziz qarindoshlar. Men G'uldi shahar To'g'roq yesidan kelgan Madina Kamil sizlarga o'ttiq salom va oldi ehtirom. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Assalomu alaykum ekran oldidagi aziz do'stlar. Assalomu alaykum to'rt ustoz. Men G'uldi shaharining Tekas noyisidan kelgan Farruh Yaramatovdan hammanglarga o'ttiq salom va oldi ehtirom. Yaxshi. İşkanlar bu qo'shiqchilik naqshini birga aytdinglar. Demak, ishkanlar bir yerda ishlamsizlar yoki qanday bo'lib bir guruh bo'lib qoldinglar demakchi. Ikkimiz er ayol. Başlama. Manda vaqalavami yerda. İşimiz Şinjan Örpara Sanat Mektebi'ni bitirib, hozir Şinjan Xalqaro cho'ng bozor amikida ishlaymiz. Ha, yaxshi. Shu yerda sizlar qanday naqshchimi yo? Naqshchi. Ha, naqshchi. Yo'lishim Rob chaldi, naqsh etdi, men naqsh etaman. Ha, yaxshi ekan. Bundan bo'libdi vallah. Rahmat. Yaxshi bo'ldi. Mana bu singlimizlar bilan to'y qilib bir baxtli oilani quribsizlar. Sizlar 3 ustoz o'rindiq aylantirolmasligimiz sizlarni yaxshi aytmaydi deganlik masala emas. Sizlar jiddiylashdinglar. Lekin bu meseleni anısını Abdullah ustoz bunu o'ngshab ketadi. Lekin bizga kelar qitimliq musobaqada bir hayron qolarlik bir javob bersanglar biz intayin xursand bo'lamiz. Sizlarni tabriklayman. Rahmat. Ishkanlar keyin navbat musobaqada cho'qim birga aytma deb turib olmaydingizlar. İkisi bir grup. Ma naqshimiz ijodiyat naqshi hamda teksti, muzikasi üzerine. Şu naqsha bo'lsa, shunda ishkanlarga tushadigan naqsh bo'lsa, keldi. Agar unda naqsh bo'lmay qolsa, ayolim birga aytsa, bultiya yo'ldashim birga aytmasa, men chiqmaydim desanglar, men amal qilolmayman, meni o'zinglar o'ylashinglar-chi. Ben küçümün yetişte bu da bir musobaqaga yana bir ijodiyat naqsh tayyorlayman xudo. Ha, men o'yladim, shuni kutmoqchi. Doğrusu tayyorli bolalarga bu Abdullahga. Baş ağrığı yok. Baş ağrığı yok. Bo'pti, kelinglar. Tabriklaymiz. Ömür yolida qo'l tutishib birga o'tgan bir juftlarning bu ijodiy naqsi ko'ngillarni sizlarning qalbinglarni tabriklaymiz. Abdullah sakmasida qo'l tutishib oxirgi g'albigacha yetishinglarni tilaymiz. Diyarımız içimlik sahasındaki Abide Soda Suyu ve meyve şerbetini işlep çıkarıvatkan Şincan Abide Biyotehniklik Terakkiyat Şirketi mahirlarga amet tileydi. Bu programımızda Mekri Muhabbetli özgü mizan kılan Mekri Yürüşlük Yürüş Buyumlar Şirketi alaylı talep kılan. Ata-analar rızasını, balılar arzusunu kandırıp gelivatkan Şincan Kamuran Halkara Soda Şirketi programımız bilen stratejilik hemkarlaşkan. Çay sağlamlaştırış, perviş kılıç sahasında serkerlik rol oynavatkan Şincan Serkerlik Halkara Soda Şirketi programımızda yakından yardımlaşkan. Halktan ilip halkı kaytırışını özüge mengülük nişan kılgan Şincan Altın Güven Soda Şirketi samimi eskertidi. Programımız hazırlı başlamadı. Assalomu alaykum ko'rman do'stlar. Men G'uldi deyarli kelgan Absalom Shavkat. Men Ilik pedagogika universiteti qo'shiq boshlash kasbini bitirgandan keyin yakka tijorat hamda qo'shimcha naqsh kasb bilan shug'ullanib kelyapman. Men odatda xalq naqshi hamda ommabop naqshlarni aytish hamda anglashni ishlayman. Mening bu Ipak yo'l sadosiga qatnashishga asosiy maqsadim bo'lsa, tanlash emas, balki tanishdan iborat. Ammo shu jarayondagi tajriba savodlarimni yakunlash bilan birga ustozlarning menga bergan yaxshi fikr tarafi bilan birga birlashtirib bundagi kasbiy hayotimga texnik yaxshi bo'lgan asosni ishlayman.
sularımı kalaydı ayarlar. Zörür bolsa dürüydü erkeğim, gülden kılıp bakalaydı ayarlar. Zörür bolsa dürüydü erkeğim, gülden kılıp bakalaydı ayarlar. Olsa kazan günde ayrılmaz. Isık damak ısık düğün ayrılmaz. Isık damak ısık düğün ayrılmaz. Balına mu kuşanlıkta yayılmaz. Senin de can bulanaydı ayağına. Balına mu kuşanlıkta yayılmaz. Senin de can bulanaydı ayağına. Bu yaştak nur bir dökümüge, vakti sok girdi ömürge, vakti sok girdi ömürge. Kuy güzel çaştırdı süpürge, örüşüm kalaydı ayağına. Kuy güzel çaştırdı süpürge, örüşüm kalaydı ayağına. Örüşüm kalaydı ayağına. Ayağına, ayağına. Örüşüm kalaydı ayağına. Senin can bulanaydı ayağına. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Men bu yerga kelgan Absalom Shavkatdan sizlarga o'tib salom, oliy ehtirom. Hem sene başkanım destek kıldık avuşumuz. Değil mi? Dükkanını açtı bakalım. Bulcudan. Oldu derdim ha. Ayarlar degen nakşını yaxşı ettin. Bu nakşımı yakında heli bir moda olup bundan şimdi erken sorular etlik kilatkan nakşa. Bu nakşını şekil yani bizim şu ilede işlenatı ve hazırlık nakşılarının kurulması okşaş değil mi hepsi? Bir başlıca oturayıcı yukarıyıcı bu da. Biraz milli Uygurca fraksiyonu biraz köprek talep kılıyordu. Şu bıraklara kadar cahil oldu. Yaxşı orundunuz, sahne yaptınız, şundak yaxşı. Şuna ben bana bastım. Gep tüydemdi. Naqşının içiga kirib aytadigan ortiqchiligi yaxshi ko'rdim. Şikanlar yaman jim oturup kettinglar qarsam, Abdulla akam ikimiz öğrenmedik çünkü endi sepimizge yen qo'shilgan sana beri tursun suyumlik hadimiz bilan Dilshod Raydın akamiz bilan ikkisi siz uchun bu kuni bastay siz uchun eng muhimi
ikkisiniki qaysini tanlash masalasi bo'lib qoldi-ku sizga. Shunga Abdusalom, shunga sizni shu ayol kishining qayoshi deb shu Sanobar Tursun hadimizni tanlashingizni men tavsiya qilib qo'yman hozir o'zim o'rilmaginim bilan. Ayollar degan naqshmi? Ayollar dunyo, ayol deb naqsh etgan tursa Dilshatga. Sen bu naqsh etganni qaraganda sana bari qanotib keldingmi deymi? Ha? Erlar degan naqshni o'rganmaganmi-da? Endi hozir ikki muallim sizni o'zining gruppasiga oldiganligini bildirib bo'ldi ya. Bu yerda o'quvchimizni uzun to'g'izmay biz bevosita hozir mush ikki muallimdan birini tanlaydigan guruhga keldimizmi? Dilshatkanning gruppasiga kirib, Dilshatkan bilan birga turib Sanobarni kuylaydigan naqsh etsangizmi bo'ldi? Sanobarning gruppasiga kelib, bevosita ayollar to'g'riliq naqsh etsangizmi bo'ldi? Ma yaxshi bo'ldi. Ikki muallim bo'ldi-da. Mana hozir yo'l iniq bo'ldi. Endi emsi bu tanlash huquqini Abdusalomga beraylik. Ayollar degan naqshni etishim orqali mushayda o'tirgan barliq aziz qiyinlashlarimizning ulug' onalarining jafokash onalarining umrining uzun, tenining saq bo'lishini tilayman. Rahmat. Sizning tanlashingiz? Mening tanlashim Kamran 360 gradus bu axla quvvat bo'lmaqi. Hey, bak nojoqsizsan. Oyapta o'ylamagan xislar kuchtirib kelishingizmi? Og'ina, nojo'shmamsa, Kuch-quvvat urg'ib turganda xiristlarga yuz berish hech gap emas. Aga, sen bak noja? Xiristlarga jang e'lon qilib. Ammo Obida energiya ichimligi tugmisi bo'ladi. Ay, nimada biror quti ortiq kelibammigan? Obida energiya ichimligidan quvvat, jasorat deydi. Obida energiya ichimligi. Güzellik minin. Çin güzel. Attırgülleri gül yağlarının hanışı bulup, terinizin nemligini aşırıp korkulanı tüseydi. Terinizni tigidin süzüldürüp nurluk kılıdı. Gül yığının hedi sizin ruhinizni kötürüp cəlibkar kılıdı. Tabii işlengen çimuri öğürlerinin çiçiğe ersiydi. Ulug'jat O'rkash Jo'ngchilik cheklik mas'uliyat şirkati 1996 yil qurilgan bo'lib, 200 nafarga yaqin ishchi xizmatchiga ega maxsus to'yga firmasi. Xalqaro ilg'or mashina uskunlar, inchik ishlab chiqarish liniyasi orqali to'yga pishiqlab ishlash, ilmiy to'qimachilik, kiyim-kechak qatorliq cho'ng turlarni mustaqil ishlab, ichkari o'lkada va chet ellarda zo'r olqish va keng bozorga erishgan muntazam korxonadir. Yeni sanoatimizdagi zo'r namoyanda O'rkash Jo'ngchilik shirkati hammamizni yep-yangi bir salofat va sog'lomlik hayoliga boshlaymiz. To'yga mahsulotlari bilan sog'lomligimizni qo'llaydi. O'rkash. Bu programımızda Mekri muhabbetli özgür mizah kılan Mekri yürüyüşlük yürüyüş buyumları şirketi alaylı talep kılan. Sen o belede. Sanobar ustozning o'tkir ko'zlari Abdusalomning holatini bayqadi. Abdusalom o'z ovozi bilan ustozni ma'lum qildi. Albatta, Komil ustoz qo'lidan sarxil shogird chiqadi. Sizdan umidimiz zo'r Abdusalom.
Programımız takidarlıqındaki Şinjan Abide Biyokadek'in tərəqqəcək şirkti. Mahirlərimizə amət diləyir. Bu programımızın Şinjan Milli Mədəqdəki alaylı tələb qılan. Bu programımız bilan Şinjan Kamran Xalqara Sodiçək şirkti strategiyalik həmkarlaşqan. Bu programımızga Şinjan Sərkərdə Xalqara Sodiçək şirkti yaqında yardımlaşqan. Bu programımız bilan Şinjan Altın Güher Sodiçək şirkti alaylı həmkarlaşqan. Əlbəttə, 3-cü qararlıq İpək Yolu Sadası proqramısında 1-ci, 2-ci, 3-cü dərəcəyə erişkən mahirlərimiz katta bolğan mükafatlar bilan mükafatlanğan bulup, 1-ci dərəcəyə erişkən mahirimizni kamera yürüşlük aqsıl halqını, kamran aqsılıq qaymaq çayları, quvaqlar qüvvət qulluqı, quvaqlar zaksit qatarlıq sübətlik məhsullatlar bilan xalqımızın qızğın alqışığı erişkən vaqt Şinjan Kamran Xalqara Sodiçək şirkti 120 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan farqlaydi. İkinci dərəcəyə erişkən mahirimiz bolsa, çay sağlamlaşdırış, tərbiş qilish sohasida dodillik bilan izlanib, Sərkərdə markali yürüşlük məhsullatlarını ishlab chiqarayotgan Şinjan Sərkərdə Xalqara Sodiçək şirkti 100 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan farqlaydi. Üçüncü dərəcəyə erişkən mahirimiz bolsa, diyorimiz yalpıçılıq sohasida aqli iqtidorli yanfonlarni bozaq sidayotgan boshlamchi korxona Şinjan Qutlan Xalqara Sodiçək şirkti Qutlan yanfonchiligi 80 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan farqlaydi. Dördüncü dərəcəyə erişkən mahirimiz bolsa, Safiya, Najva, Almastoy qatarlıq yürüşlük məhsullatlarını bozaq sağan, şundaqla xalqımızın qızğın alqışığı erişkən Şinjan Safiya Xalqara Sodiçək şirkti 60 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan farqlaydi. 阿斯拉姆莱库，大家好，我叫葛金国，来自安徽，现在在新疆艺术学院就读音乐教育专业。我非常喜欢维吾尔族现代音乐，所以呢，这个主要目的是为了让自己更好的体验一下，就是那种新疆的现代音乐的风格，然后也希望大家能在我的歌声中得到快乐。谢谢。 Если шли в саду, да не шорохи, все замерла на утро. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера, если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Речка движется и не двигается, вся из лунного серебра. Песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. Песня слышится и не слышится в эти тихие вечера.坐在我身旁，默默看着我无声响。我想开口讲，不知怎样讲，多少话留在心上。我想。不知怎样讲。
色不梦亮，衷心祝福你好姑娘，但愿从今后你我永不忘莫斯科桥外的晚上，但愿从今后你我永不忘莫斯科桥外的晚上。Rahmat. Assalomu alaykum. Yurtimlik rahbarlar, qarindoshlar, yaxshimisizlar? Men Gojimoden sizlarga otliq salom. Meni ismim Gojimbo, 俺安徽的开的。那个我现在是在新疆艺术学院，新疆艺术学院那个音乐教育专业。我的老师是那个埃米拉古丽阿卜杜卡德尔老师，是那个。哇哦！我来新疆的时候吧，就是特别喜欢那种，因为我在内地听的那个新疆的音乐都是什么阿拉木汗呀，或者是牡丹汉也有呢，然后就是那种特别传统的歌。然后，但是我来到新疆之后，我发现有很多那种特别现代的那种，就是特别听起来特别有那个韵味儿，特别有那个特别好听，反正就是那种味道。然后就是特别喜欢，我想来就是，学习一下那种音乐，就是这个。唱的特别好。谢谢，你太谢谢。现在目前的情况是这样的，这个四位导师呢，为你转身。对，是这样的。完了以后呢，我觉得觉得你的声音，特别好，好听，也有劲儿。这首歌呢，你唱的也不是特别好，不怎么样，但是你本身的这个条件，我确实需要。你猛一看就有新疆小伙，很帅的感觉。哎，我为什么最后一个为你转身呢？是因为你唱的特别有味道，那个感觉，你唱的那个歌的那种感觉，内在的那种感觉，特别好。声音嘛，可以说是我可以说你的声音达不到那种声乐演员的那个水平，但是你的感觉到你声音特别厚，知道吗？特别厚，润，给人你听了以后给人感觉特别舒服的感觉，再加上你特会唱歌，这首歌你用你自己的那种感觉唱的比较就把你自己的风格唱出来了，我很喜欢。我欢迎你加入我的队伍。谢谢。我跟你安米拉古丽老师是搭档，知道不？经常一起演出，经常一起唱歌。是这样的。你要选我，你要是选我的队伍，你绝对不会走错路啊。Şunşen ma avaz Şemes avaz uli desek olamdı biz Uygurca. Avaz uli toza. Uli tom. Biz tom avaz inçik avazayımız bunu avaz uli dep atsak oldu ekan. Hem de avazı yoruq, avaz tutuq degani avaz tisi dep atsak. Avaz uli tom. Bunu ben yaxşı gördüm. 谢谢。而且是他特别优秀的导师啊，优秀的导师。我听过，我在那个我寒假的时候去那个阿图什，就是我一个阿达西家里面，然后有那个这个老师那个光碟，放那个光碟，唱的好像是亚鲁嘛，那个名字叫亚鲁，这个太好听了，特别好听。会不会唱那个？不会。会一点点。唱一句。要不你就唱你自己会唱的维语歌曲一段。Bulbullar sayrışar gülşenler ara Yang ritim nakşamda seni eslayman Amlığım yişkamda
tarixini seni esleyme. 好，好听。非常好，非常好。哎呀，你的这个声音比你自己的这个身体还粗啊！好样的，男子汉的声音啊！谢谢谢谢。赶紧选，四位导师都是等着你呢啊！好吧，那就诺尔舞台该你了。诺尔舞台，你的选择是sahnada Uyg'ur ommabop naqshchiligining sarkardasi Abdulla Abdurayim. Sarkarda Sarkarda? Shundoq. Sarkarda kundalik turmushimda, safarda, hatto sahnadami sarkarda yurishliklari menga hamroh. sarkarda yurishlari bizga hamroh. Sarkarda yurishliklari bizga hamroh. Sarkarda yurishliklari hammamizga hamroh. Sarkarda. Bulutlaşkan energiya, ishonch va jasorat obida energiya ichimligi. Tamoqdan keyin ichishni unutib qolmang. Madar sutlik ichimligi hazm qilishni yaxshilab, sizni texmo go'zal, ruhliq ko'rsatadi. Abidos shirkatining alohida sovg'asi Madar Al-Aydi sutlik ichimligi. G'uncha. Yoshlik gulining simvoli. G'uncha. Oziqliq va sovuqqongandilar go'zallik jilvilanadi. G'uncha. G'unchaning go'zalligidan hurlamiz. G'uncha namxush yurishligi. G'uncha. Kamran 360 gradus buaqla quvvat bulmaqi. Bu programımızda Mekri muhabbetini özüge mizah kılan Mekri yürüşlük yürüyüş buyumları şirketi alaylı talep kılan. 我选我们老师的搭档伊丽莎提老师。 Wow. Mana bu talant, mana bu tirishchanlikning natijasi. Hammaga tanishliq bu naqshni zikrdan sirt Uyg'ur tilida aytgan naqshsidanlar bu yigitni sal changlashga bo'ldi. Bu o'quvchi yigit yana bir qobil ustozga erishdi. Gul ekan. Assalomu alaykum, hurmatli Ikram Abduki ko'ringan do'stlar, yaxshimisizlar? Men Qulshardan keldim. İsmim Madina Rablajan. Mening odatda yoqtirib ketadigan naqshlarim bo'lsa, amibab xarakterdagi naqshlar. Bu qaytim Ipak yo'lga qatnashishga maqsadim bo'lsa, shu amibab xarakterdagi naqshlarni o'rganish bosqichidan o'tgandan keyingi o'zimning talantini shu Ipak yo'l sahnasida namoyon qilish, men shu sahnada yaxshi natijalarni qo'lga kiritishimni imkonimdan umiddaman. Canım bugün anamdan ateş bulup yanıma. Sevdi yürek, köyde
yatmadım aning sözüm Kolum açıp bir senga aytganman o'zim Nona qildim o'zingga yatmadim aning sözüm Kolum açıp bir senga aytganman o'zim Hayır deyman hayır Gül yüzüm sahradaki manay kaldım ben uzun Hayır deyman hayır Gül yüzüm sahradaki manay kaldım ben uzun Geçirilmez günahım yüreğimde de kaldı Muhabbetim orman bulup Mongen yolum kaldı Geçirilmez günahım yüreğimde Muhabbetim orman bulup Mongen yolum kaldı Nana kıldım o'zingga yatmadim aning sözüm Qo'lim ochib bir senga aytganman o'zim Nona qildim o'zingga yatmadim aning sözüm Qo'lim ochib bir senga aytganman o'zim Hayır deyman hayır Gül yüzüm sahradaki manay kaldım ben uzun Hayır deyman hayır Gül yüzüm sahradaki manay kaldım ben uzun Sahradaki manay kaldım ben uzun Assalomu alaykum, hurmatli o'qituvchi ustozlar, yaxshimisizlar? Men G'ulshardan, ismim Madinur Ablajon. Oldi bilan sizlarga chong xursandlik yo'llayman. Sizning mana hozir gap qilsangiz shundoq yo'riq ochiq ovozingiz o'zingizdan chiqyapti. Mana hozirgi naqshini agar o'zingizning o'sha ovozingiz bilan so'zlayotgan ovozingiz bilan aytgan bo'lsangiz, bu o'zingizning naqsiga aylangan bo'ladi. Tirishing mumkin. Bo'ldi, rahmat. Badinur, Badinur G'uljida nima ish qilsiz? Xizmat. Men hozir misha ishlayapman. Ha, Urumchidami? Mushu naqshini siz xil obdan o'rganib ekansiz. Burun aytib baqqanman bir yerlarda. Kechilik millatdan. Kechilik qildingizmi? Qayerda? Men san'at maktabining musiqa ma'rifat testini bitirdim. Shu bitirgan ishimiz kechilik qolgan. Shu vaqt aytgan naqsha. Ha, to'g'ri. Bu naqsha sizga shuncha pishiq, shuncha siz bu naqshni hech qanday tamtirmay, tinimay aytishga sizda maqdur bor.
puxta tayyorlik bor. Buni biz bilib turyapmiz. Naqshingizdan bilinib turyapti. Shu sizning o'qish bitirishingizda yana nurg'un naqshlar etilgan bo'lishi mumkin bundan boshqa. Shunday. Endi siz bu naqshni nima chiroyli aytdingiz? Buningda masala yo'q. Masala bormi yo tuqqanlar? Masala yo'q. Yaxshi aytdingiz. Ammo biz yana bizga yana qanday narsa ishonch berish kerak desangiz, ovoz doirasini. Bundan keyin sizlar bir-biringlar bilan musobaqa tushishinglar mumkin. Bir juptin bo'lib. Yoki har qaysi guruhdagi ma'lumotlarni o'quvchilar bilan musobaqa tushishinglar mumkin. Shuning uchun tanlab bekitib bo'lgandan keyin Urumchida bir 2 kun qolgan vaqtda bu naqshni almashtirsak yaxshi bo'lmaydi. Endi shuning uchun balkim eng puxta naqshni ilib kelgan bo'lishingiz mumkin. Afsus, biz sizning butun talantingizni to'liq bilolmay qolgan o'xshaymiz. Yana bir qitim kutaylik, Badinur. Men ovozingizni yaxshi ko'rdim. Naqsh tanlashda bu da diqqat qilaylik. Qana? Bo'ldi. Mag'lubiyat g'alabaning otasi. Yoshlar uzluksiz o'zini mukammallashtirishi, tanlash kerak. Garchi bu tanlash shalanish maydoni bo'lsa-mu, mushu sahnada o'z talantini namoyon qilishmi bir narsa. Madinurning buningdan keyingi san'at hayotiga texnik zo'r va'da kerak. Assalomu alaykum, ekran oldidagi barcha ko'ruvchi qarindoshlar, yaxshimisizlar? Chor Naylik Gulsan Naqshligidan kelgan Moyir Abdurim G'ofurdan hammalarga o'tib salom. Men izam Kuchanaylik Gulsan Naqshligidan muzika bilan shug'ullanaman. Mening odat qiziqib etadigan, yoqtiradigan naqshlarim bo'lsa, xalq naqshlari va ommabop naqshlar. Men bu qatimki musobaqa qatnashishimning maqsadi mana shu programmada qatnashgan qadrli ustozlarning qimmatli takliflarini anglash orqali o'zimdagi nuqsonlarni tugitib, bundan keyingi kasbiy iqtidorimni texnik yuqori ko'tarish uchun o'zim bir asos selish maqsadida bu programmada qatnashdim. Mumkin bo'lsa, barliq qarindoshlarimning meni qo'llab turishini chin ko'ngildan umid qilaman. Menzilimden yetolmadim atamga hamon elim cheylashdan yetolmadim atamga alomatli kalbini zargildek dilimni dunyo tepib ajrashdan yetolmadim atamga alomatli kalbini zargildek dilimni dunyo tepib ajrashdan yetolmadim atamga geçtim ben onun kıran yeşiğen şanı şenken savletten yetelmedim atamga şanı şenken savletten yetelmedim atamga dokuz bala bunçide soğuk çektim ikledim Kitaplardan hürmetten yetelmedim atamga Gurbetçilik gamleri gelme
çınar hayratda yetelmedim atamga gurbetçilik hamları gelmeyen kalbini desti çınar hayratda yetelmedim atamga izlerini izleymen kopar çıkan yollar değil açır engel mektepten yetelmedim atamga izlerini izleymen kopar çıkan yollar değil açır engel mektepten yetelmedim atamga acir emgek mehnetten yetelmedim atamga. Assalomu alaykum qadrli ustozlar, naq maydondagi ko'rman qarindoshlar, ekran oldidagi barcha aziz do'stlar, hammanglarga Kuchar noyasidan kelgan Abdurim G'upurdan o'tliq salom. Men o'zim Kuchar noyalik Kusan naqshlumiga muzika kasbi bilan shug'ullanaman. Qo'shimcha naqshchi bo'lgan o'tdak ishtiyoqim meni mushsahniga chiqdi. Rahmat. Mana men knopka bastım cuma. Ovozingiz bilanki qolgan gapni keyin deyishaylendi. Rahmat. Bulamda. Rahmat. Ata izidan Mangallar özlük muqamiga yetishdi. Ustoz köyini qo'ymi yesiyat o'rnab beramiz. Endi ustoz izidan menib, xalqimiz qalbidan o'rin olasiz. Diyarımız içimlik sahasındaki Abide soda suyu ve meyve şerbetini işlep çıkarıvatkan Şincan Abide Biyoferteknik Terakkiyat Çekti şirketi Mahirlarga Ahmet Tilaydı. Bu programımızda Mekri Muhabbetli özgü mizan kılan Mekri Yürüşlük Büyüş Uyumları şirketi alaydı talep kılan. Ata-analar hizasını, balılar arzusunu kandırıp kilovatkan Şincan Kamuran Kalkara Soda Çekti şirketi programımız bilen stratejilik hemkarlaşkan. Çay sağlamlaştırış, herbiş kılı sahasında serkerlik rol oynavatkan Şincan Serkerlik Kalkara Soda Çekti şirketi programımızda yakından yardımlaşkan. Halkın ilip halkı kaydırışını özüge mengülük nişan kılgan Şincan Altın Güven Soda Çekti şirketi samimi asker kılı. Programımız hazırda başlamadı. Assalamu alaikum televizor oldidagi barliq qarindoshlar. Hammalarga chin ko'nglimdan samimiy salom yo'llayman. Mening ismim Mihray Ibrohim. O'zim Urumchi xalq radio stansiyasida ishlayman. Kasbim muxbir ham riyosatchi. Odatda men shu ommabop uslubdagi naqshlarni ko'proq aytaman, lekin xalq naqshlari shundoqla muqomlarni aytaman, ham bak yoqtirib aytaman. Bu qitimqi Ipak yo'li sadasi qatnashdagi asosiy maqsadim bu programmani chin ko'nglimdan qoyillik bilan ko'rdim, ham bak yaxshi ko'rdim. Shundoqla haqiqiy xush ovozlar sahnasiga ekanligiga chin ko'nglimdan qoyil bo'lib, shundoqla men shu programma orqali o'zimning naqsh etishdagi saviyamni bir sinab boqay degan maqsadda qatnashdim. Qarindoshlarning menga ko'plab madad berishini, ilhom berishini chin ko'nglimdan umid qilaman.
Assalomu alaykum, qadrli, hurmatli tut ustoz shunaqla naq maydondagi tomoshabinlar, televizor oldidagi qadrli do'stlar, hammalarga Mihray Ibrohimdan o'tliq salom. Men o'zim Urumchi xalq radiosidan ishlayman. Kasbim muxbir ham riyosatchi. Bugun sizlar bilan mushu maydonda yuz ko'rishganligimdan o'zimni to'liq baxtli his qilyapman. Hammalarga rahmat. Bu Ipak Yo'li Sadasi programmasiga qatnashib qilishidagi sababingizni bir anglab boqaylik. Men o'zim Xinjiang Tibbiy universitetidagi Jungocha davolash fanzuchi kasb o'qigan. Lekin mushu o'zimizning Uyg'ur xalq naqshlari, muqomlarni aytishni bek yaxshi ko'raman. Ham buni aytib xali yaxshi natijalarga erishgan uzun yillar yo'q. Men bir qatam darslab baxmagan o'zim faqat naqshni anglab, mushu yuragimdagi shu tushungan hissiyotim bo'yicha mushu naqsh aytishga qiziqib naqsh aytib kelgan. Ondan keyin mushu kasbga bek qiziqqandan keyin men doktorlik kasbimni o'zgartirib, yana mushu radio televiziya kasbida ishlayapman. Yana ham mushu naqshga bo'lgan o'tdek hissiyot meni bugun mushu sahnaga olib chiqdi. Bugun ta'lim kelib qolsa, ustozlarga naqshamning bir yeri yarab, mushunda bir men uchun bir o'rindiq aylantirib qolsa, azroq bir ta'lim olib, mushu naqsh yetishjatdagi saviyam azroq o'sgan degan umidda shundaqla mushu sahnaga bo'lgan chunqur hurmatim, qoyilliqim bilan kelgandim. Esil. Men Mikrayning qizini bilaman, Mahliya. Bek chiroyli naqsh etadi. 9 yoshda bor deyman. Yana 9 yosh kirdi. Mahliyani bu Mikrayning naqsh etadiganida men hozir ko'ryapman-da. Qizim mendan yaxshi aytadi. Bir taklifim endi sizga emas, agar biz mushunda noyatda bizning xalq naqshlarimizning ichidagi tipik mushundaq xalqqa eng keng tarqalgan mushuna naqshlarimizni aytgan vaqtimizda mushu naqshini ilgariki ustozlarimizdan qanchalik ustozlarimiz aytgan bo'lsa, shularninkini pishiq qulqimizga singdirib olishimiz kerak avval. Masalan, mushu Yoruni Abdurim Ahmedi ustozimiz aytgan, Fatem Qurban ustozimiz, Oyshem Qim ustozimiz aytganlari. Mushlarni siz to'liq anglab baqdingizmi, Mihray? Anladım. Yaxshi. Undaqsa yana mushlarni hatta mushlarning uchini o'xshamaydigan froqlari qandaq olgan mushlar froqlarni, ashlarni ba'zi do'rab beqing. Uchinikini 3 xil albatta. Shuni do'rab, aning kaynidan siz o'zingizning etish yo'lingiz bilan etib baqsangiz, andan siz bir o'zingizga xos bir yo'lni topsiz. Yaxshi o'rladingiz, Mihray, bundan keyin tirishing. To'g'ri, rahmat, qimmatli takliflaringizga men cho'qim yaxshi o'rinlash uchun rahmat, rahmat. Muborak. Sanalardan to'g'ri dedi. Mush Yaro degan naqshiga tavakkul qilganingizga sizga qoyil bo'ldim. Sanalarimiz o'zi bir ijodiyatchi, kompozitor, yetuk bir tuhkar san'atkorchi. Bu jihatlardan cho'qim ta'limni ep turishimiz kerak, quloqlarimizga gaplarni singdirib turishimiz kerak. Ammo sizga qoyil bo'lgan yerim mushu Yaro nomli naqshini mush sahnaga olib chiqibsiz. Rahmat. Bu Mihrayda mushu san'atga bo'lgan bir ish qilganda, shu qizi Mahliyanimi akiladi uyimga. Dutta yutib qo'ysangiz, deb qachon bo'lsa men bilan aloqalashib, vaqt izlab qiziga shundaq bir bu ish kelishganmi? Uyga berib o'tamiz. Yo, men dutta o'gitamisam. Mening his qilganim bu singlimizning ovozida masala yo'q. Pak-pakiz musobaqaning birinchisida biroz o'zining ovoz doirasini, kuchini ko'rsatishni maqsad qilib, bu cho'ng naqshiga yaratgan bo'lishi mumkin. Men so'rab baqsam, siz ommabop naqshlarni aytganmi? Men odatda ko'proq ommabop naqsh aytaman. Keyingi navbatlarda agar musobaqa bo'lmagan ahvollarda odatda ko'proq ruhtuqallar, tomoshabinlar bu naqshni tanlab aytsangiz, endi mush ovoz asosida, mushu kuch asosida endi buni hissiyotga yo'lisak, menimcha texammo bu texmi go'zal bo'ladi. Bu naqshni Sanubar Salim degandek Abdurim Ahmad aka hozirgi kelgacha o'rilganlarning ichida shaxsan menga ajoyib bir go'zal bir tuyg'u berdi. Bu kishining ovozimi shundoq to'g'rimi bor, doirasimi keng, eng muhimi u hissiyot bilan aytadi.
Bundan keyin shundoq bo'lsa hamda men sizning naqshingizni to'liq anglagandan keyin oxirida bo'lsa hamda o'zim klubga besib aylantirdim. Büyük ma'lumingiz sizni tanlashni xohladi. Mayli Nurnisa xonimni tanlang yoki meni tanlang debsiz. Seni barini tanlang yoki meni tanlang o'xshash. Mening bugun mushu sahnaga chiqib, shundoq odatda ko'rishga biz uchun qimmatli bo'lgan shu bizning Uyg'urlarning aziz bo'lgan bizniki san'atkorlarimizning oldida shunchalik naqshini o'rindab sizlarning shunchalik bir o'zinglarniki vaqtinglarni, zehninglarni chiqarib shunchalik ta'lim berganinglarning o'zi men uchun yetarli bir baxt hisoblandi. Xushal bo'ldim. Hammanglar meniki ustozim, lekin hamda musobaqa bo'lgan keyin cho'qim bir odamni tanlashga majbur bo'ldi ekan. Men oxirida tanlaydigan ustoz bo'lsa, bak mo'jizmasa, hayotda o'ylamagan xislarga uchrab kelishingizmi? Og'ina, no'jo'shmamsa, kuch-quvvat urg'ib turganda xiristlarga yuzlanish hech gap emas. Aga, sen bak noja. Xiristlarga jang e'lon qilib. Ammo Obida umidga ichimligi tugimisi bo'ladi. Ay, nimada biror quti ortiq kelibammiga? Obida energiya ichimligidan quvvat, jasorat. Obida energiya ichimligi. Bir yo'lchi safarda chanqal keldi qal'aga usul raydu irada suyo yo'lchi botolkiga qildi ajoyib sir qal'a dinki ko'zlar qoldi hayron qoldi. Hadi, bir qo'rlik yemeli vaqtga men qanday qilaman? Xotirjam bo'ling, bizda Mehriba. Terining namligini oshiradi. Terini sizildiradi. Terini aqartadi. Terini chimtadi. Qo'riq tuzaydi. Aktirgil yuzligi o'rlarning ishiltishiga arziydi. Maqdirsizni ko'zingiz qarong'ulasa, buning eng yaxshi chorasi Forqat markali qon va quvvat. Mehribon onalarga eng yaxshi sovg'a Forqat markali qon va quvvat. Men sog'lomlikqa ham haqiqiy go'zallikka intilgan xonim-qizlarimizga Forqatni tavsiya qilaman. Qamara tisranli, yeydu hamma bu vaqtlar. Qamram bo'lmasa yeyga, quvvat tapat olmaslar. Olmaslar, bulmas yeydu. Qamran 360 gradus bo'lsa quvvat bo'lmoqda. Dehqonlar baxti. Biz so'ydik, sizga sundik. Oilam yerlik qo'qo go'shtlari. Yusufjon, sochlaringizning buncha qop-qora va parqaroq bo'lishining siri nimada? Chunki men sarkarda zaytun meyi qo'shib ishlangan sarkarda chosh yuz suyuqligi va oziqlantirish malhini ishlataman. Zaytun meyi qo'shib ishlangan sarkarda mahsulotlari sochlaringizni sog'lom va parqaroq qiladi. Nurnisa Abbas xonim. Vah, mana talant. Radio kanallarida yaqinlik ovozi anglab kelayotgan Mehray Ibrohimning aytgan yuqori saviyalik naqshi bizni haqiqatan hayajonlantirdi. Talantingiz sizni o'zingiz suydigan kasbdan bir ustozga erishtirdi. Sizni tabriklaymiz. Davomli qilishing.